Yangi O'zbekiston massivi Eko-shahar yozgi amfiteatrda yana bir oqshom yoshlarning shodon kayfiyati, ota-onalarning quvonchi, ustozlarning mehr-muhabbati bilan fayzga to'ldi. Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti yana bir guruh bitiruvchilarni mustaqil hayotga kuzatdi. Endilikda ular xalqimiz salomatligining chinakam posbonlariga aylanishni maqsad qilganlar. Bu davrda men Zulfiya nomidagi davlat mukofot sovrindori bo'ldim. Ibn Sino davlat stipendiyasi sovrindori bo'ldim. Rektor stipendiyasi sovrindori bo'ldim. Men bugun Farg'ona jamoat salomatlik tibbiyot institutini imtiyozli bitiryapman. Xudo xolasa bizga bergan ustozlarimiz bilimlarini oqlashga harakat qilaman va va'da beraman. Yangi O'zbekistonning barkamol avlodini tarbiyalash xalqimiz uchun eng ustuvor maqsadga aylangan. Qisqa vaqt ichida ushbu yo'nalishda ulkan natijalarga erishildi. Erkin fikrlaydigan, zamonaviy ilm-fan hamda kasb-hunarni puxta egallagan, o'z yurti xalqiga fidoyi farzandlar voyaga yetdi. Bitiruv oqshomida so'zga chiqqan oliygoh rahbariyati, keng jamoatchilik vakillari ayni shu jihatlarni tilga olib, o'g'il-qizlarning kelgusi hayotida omad va zafar hamroh bo'lishini tiladilar. Shu kuni institutning bakalavriat bosqichlarini tamomlagan yoshlarga tantanali ravishda diplom topshirildi. 1100 dan ortiq talaba bitiryapti. Ulardan 100 nafari xorijlik talabalar. Juda ham quvonarli, birinchi marta xorijiy talabalarga diplom berdi. Bizning institutimiz bu bilan ham faxrlanamiz. Prezidentimizni, xalqimizni ishonchini oqlaydi degan umiddamiz. Ustozlarimizga bu orada hammalariga talabalarimiz nomidan, bitiruvchilarimiz nomidan rahmat deb qolaman. Qo'liga yetuklik diplomini olgan bu yoshlar 6 yil davomida zamonaviy talablar, qulay shart-sharoitlar og'ushida kamolga yetdi. Ular zamonaviy tibbiyotning eng ilg'or yutuqlarini, sohani taraqqiy ettirish borasidagi bilim va tajribalarni o'zlashtirdilar. Unutilmas oqshom bitiruvchilar qatorida ularning ota-onalarini ham hayajonga soldi. Ustozlariga katta rahmat deyman. Shu 6 yil bilim berishdi. Umrlari uzoq bo'lsin. Xudoya meni bolalarim ham xuddi shu elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin Xudoya. Shu kuni yoshlik kayfiyati va jo'shqinligi go'zal qo'shiqlarga uyg'un bo'ldi. Talabalarni O'zbekiston xalq hofizi Ilhom Ibrohimov o'zining chiqishlari bilan xushnud etdi. Qo'shiqlar raqslarga ulandi. 6 yil oliygohda o'qidik, mana bitirdik. Endi Xudo xolasa katta qadam qo'yyapmiz mustaqil hayotga. Bizning o'qishimiz juda ham yaxshi sharoitlar qilib berdi. Bilimimiz imkon qadar ortdi. Yaqinda respublika chempionati bo'ldi. Kibersportdan 3-o'rin oldim. Talabalik endi bilasiz, uxlamagan kunlarimiz bo'ldi, tayyorgarlik qildik imtihonlarga. Shu kabi narsalar bilan esda qolsa kerak deb o'ylayman. Keyingi bosqichga harakat qilamiz hayotimizdagi. Har bitta soha kelajagi yetuk kadrlar faoliyati orqali shakllanadi. Demakki, bugungi imkoniyatlar malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini rivojlantirishga, yoshlarni har tomonlama zukko va barkamol qilib tarbiyalashga xizmat qiladi.